Amerika tomoni agar Yevropadagi ittifoqchilar mudofaa xarajatlarini oshirmasa, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump NATOning iyun oyida Gagadagi sammitida qatnashmasligi mumkinligi bilan tahdid qildi. Bu haqida Der Spiegel nashri xabar berdi. Unga ko'ra, AQShning NATOdagi doimiy vakili Yevropa davlatlaridan Bryusseldagi deyarli har bir yig'ilishda mudofaa xarajatlarini yalpi ichki mahsulotning 5% gacha oshirishga rozi bo'lishi talab qilinmoqda. Avvaliga nemislar Amerikaliklar 5% xarajat haqida jiddiy emas, bu shunchaki muzokara taktikasi deb o'ylashdi. Endi esa ular NATO davlatlari pul masalasida harakat qilmasa, Trumpning iyundagi sammitga kiritmaslik bilan tahdid qilgandagi gapiga ham ishonmoqda deb yozdi nashr. Avvalroq Reuters agentligi alyansdagi diplomatik manbalarga tayanib, Gagadagi sammitda NATO bosh kotibi Mark Rutte Trumpga NATO davlatlarining harbiy xarajatlarini yalpi ichki mahsulotning hozirgi 2% dan 5% gacha oshirish bo'yicha 2 bosqichli reja taklif qilganini ma'lum qilgandi. Agar reja AQSh tomonidan qabul qilinsa va iyun oyi oxiridagi sammitda ma'qullansa, u ittifoqchi davlatlar uchun hozirgi 2% o'rniga yangi nishonga aylanadi.